Assalamu alaykum do'stlar. Kechliklar xayrli bo'lsin. Biz buningdan burungi cho'jaklarimizda Nashbit qiz cho'chira balining qizqarliq sarguzashtlarini anglagandik-a? Esinglardimi? Biz bugun yana bir bashmaltaq balining sarguzashtlarini anglaylik, ha? Bu bashmaltaq balan sodi kimdi? Undaqda umoqlarimning qulqi menda bo'lsin. Germaniya cho'chki bashmaltaq balining sarguzashtlari. Nurg'un yillar burun bir gigant odam bilan bir jodugar bir yoqutni talishib qopdi. Yoqutni men olaman, deydigan gigant odam. Neymiş qilsan nag'udaksan, uni men elishim kerak, deydigan jodugar. Ular talishibdi, bir-biriga sadala yo'l qo'ymabdi. Bir chaqda gigant odam jodugarning qo'lidan yoqutni tortib elib, darhol ko'zimda yo'qol, bo'lmasa sening majiqingni chiqarib aytaman, debdi hayva qilib. Ha, to'xtab tur, debdi jodugar uni qarg'ab. Tug'ilgan balang menga o'smaydi. Har qancha yo'g'ansimu mening bashmaltaqimchilik bo'lolmaydi. Jodugar shu gaplarni qilib bo'lib ketib qopdi. Kunlarning birida gigant odam balaliq bo'pti. Darvaqa uning balasi shu qadar kichikkanki, sansilib qarimisa uni tuzi ko'rgunimi bo'lmaydi ekan. Gigant odam balasiga Tom deb ism qo'yibdi. Tomning o'zi cho'ng'aymisimu, yeshi cho'ng'ayib, yugurib yurgidek, talag'i chiqib, o'ynagodak bo'lib qopdi. U o'z bilan bo'yturq o'xshab ketadigan qo'ritqo'ng'izlar bilan beli bo'lishni, o'ynashni intayin yaxshi ko'radi ekan. Bir kuni Tom do'sti Paqijonnikiga bormoqchi bo'pti. Tom Paqining yiniga berish uchun ko'chakda laylab turgan bir tal yopirmoqqa yamishib chiqishiga qayoqdandir bir cho'ngbilik paydo bo'pti-da, uni yalmab yutib yetibdi. Shu kuni podshohning oshpazi beliq tutish uchun ko'lga kelib qarmoq tashlagan ekan. Ishonmamsiz, ixtiyor o'zingizda. Tomni yutib olgan yiliqi beliq ancha o'tmay oshpazning qarmog'iga ilinib qopdi. Padişahның aşpizi orta aşxanasiga qaytib kelib, beliqning qarnini yargan ekan. Ichidan Tom sakrab chiqibdi. Dastlabda aşpaz qo'rqib ketibdi, keyin o'zini besib olibdi. Oy sakim, debdi aşpaz hayron bo'lgandan to'tiqlagan holda. Men Tom, deb javob beribdi Tom sho'xlik bilan kulib turib. Men cho'qira gigant odamning bolasi. Voy, nimaga kichik bola bu? Gigant odamning bolasimiş dehi. Uni qanday qilsam bo'lar? deb o'ylabdi aşpaz. Tuyuqsiz aşpazning qalasiga bir xayol keldi. Topdim. Uni podshohga taqdim qilay. Orda qiziqchisi qilsin. Uni tortning ichiga tiqib qo'yaychi. Tort podshohning tamoq jo'siga qo'yilgandan keyin men uni tortning ichidan chiqishga buyuray. Bundaq bo'lganda podshohdan tortib o'rdadagi kishilarning hammasi ajoyib bayram bo'lib ketishidi. Aşpaz bashmaltaq bala Tomni yundiribdi. Kiyimlarini pokis yuvib, quritib, uni kiydiribdi. Undan keyin toza cho'ng tortdan birini pishirib, Tomni uning ichiga tiqib qo'yibdi. Shu kuni podshoh nurg'un mehmon chaqirib katta ziyofat o'tkazgan ekan. Aşpaz tortni akrab jo'ziga qo'ygandan keyin bashmaltaq bola o'tirg'ichi, debdi. Shu hamon tortning ichidan Tom sakrab chiqibdi-da, avval podshohga, keyin mehmonlarga salom beribdi. Mehmonlar bu ajoyib kichik bolani va uning anchil harakatlarini ko'rib, qattiq hayajonlanib to'lishib ketibdi. Podshoh bu yangilikdan xushal bo'lib, aşpazni tartiqlabdi. Tomni o'rta qiziqchisi qilib olibdi. Podshoh bashmaltaq bola Tomni bak yoqtirib qopdi. Onunga mindiganga at beribdi va qilish yastib beribdi. Tomning eti bir oq chashqan, qilichi bo'lsa bir tal oltin yenglik ekan. Tom o'zining ativarlanganini va kunlarning ko'ngillik o'tayotganligidan xushal bo'libdi.
Ammo u bir mushukning o'ziga raqib bo'lib qolishini zodil xayolga keltirmabdi. Padişah burun tağıl mushukni to'lim e'tiborlab baqqan ekan. Padişahning nazaridan tushib qolgan tağıl mushukning qo'rsiqi qattiq ko'pib, Tomni izlab tepib ochiqini chiqarmoqchi bo'ldi. Shu kuni u go'liga yoshirinib Tomning kelishini kutibdi. Tağıl mushuk bu metroq shumtakmini ko'rdigan bo'lsa, oldikayni qarmay tikib yetadi, deb o'ylabdi. Lekin ish uning o'ylagandek bo'lmabdi. Tağıl mushuk qo'rqinchli miyanglab gullarning orasidan etilib chiqqanda Tom qilcha huduqib qolmabdi. Aksicha aqchashqonga minib qilichini o'ynatib mushukka etilibdi. Yana texi "Ura, ura!" deb to'labdi. Tomning yengli qilichi tağıl mushukning tomshig'iga bir sanjilgan ekan, u ichinishli miyangligicha batar tikib etibdi. Tağıl mushuk yengilginiga tan bermabdi. Balki bashmaltaq bala Tomga texmi o'sh bo'lib ketibdi. U bu qitam yelik ishlatib, uning adabini bermoqchi bo'libdi. Bir kuni tağıl mushuk padishahning huzuriga kirib, "Alilari, Tomsilning g'izolarga sukat selishni qarshilab Buni o'z quloqim bilan uning og'zidan angladim", debdi. Tağıl mushuk o'z so'zining asos borligini isbotlash uchun aq chashqonning egrining ostiga bir tal sukat yopirmiqi selib qo'ygan ekan. Uni elib padishahga ko'rsatibdi. Sukat bir xil zaharlik o'simlik ekan. Darg'azabga kelgan padishah Tomni zindonga tashlamoqchi bo'libdi. Biroq Tomda kichik bo'lg'achqa uni cho'ng odamlarni qamaydigan zindonga solg'ili bo'lmaydi ekan. Shunga bir tiklimi soatning ichiga solab qo'yibdi. Vaqt bir soatlab o'taveribdi. Tom soatning ichida turaverib qattiq zerikibdi. Shuning bilan u soatning mayatnikiga yamishib chiqib, mayatnik bilan tang tavrinib o'ynashga boshlabdi. Bu uning ko'ngil achadigan birdan-bir o'yini bo'lib qoldi. Bir kechasi mayatniklik soat qo'yuqliq uyga cho'ng bir parvona uchib kiribdi. U birdan ajiz bir ovozni anglab qoldi. "Meni qo'yib etinglar. Bu parvona boyili bir qog'oz qutining ichidan qutulib chiqqan ekan. U qamab qo'yilishning ta'mini yetkichi deydigan bo'lg'achqa Tomga ichi og'ritib qoldi. Shuning bilan u soatning qapqig'ini ichib Tomni chiqarib oldi. "Rahmat senga, parvonajon", debdi Tom minnatdor bo'lib. "Arzimaydi", debdi parvona qanotlarini pirildatib. "Endi qanday qilmoqchisan?" "Qandoq qilishimni, nega berishimni o'zimmi bilmayman", debdi Tom hasrat bilan. "Men seni kepinliklar padishahligiga elib ketaychi. U yerdagilarning cho'ng kichikligi sen bilan o'xshash. Yana kelib hammasi ijil aniq yashaydi." Tom xushallik bilan ma'qul bo'ldi. Parvona Tomni elib kepinliklar padishahligiga uchib ketibdi. Tom kepinliklar padishahligida xushal-xuram hayot kechirishga boshlabdi. O'maqlarim, bashmaltaq bala Tom o'z kichik turib ajab chiqishlar uchrabdi, ha? Dastlabda cho'ng bo'liqqa yam bo'pti. Ondan o'rda qiziqchisi bo'libdi. Oxirda tağıl mushukning qasishiga uchrab, tiklimi soatning ichiga solinibdi, ha? Lekin Tom oq ko'ngil batur bo'lg'achqa, ko'ngli yaxshi parvonning yordamida kepinliklar padishahligida xushal-xuram hayot kechirishga boshlabdi. Do'stlar, turmushimizda tağıl mushukka o'xshash ablah badniyat kishilar, parvonaga o'xshash oq ko'ngil kishilar ko'p uchraydi. Shuning uchun bizmi qiyinchiliklarga uchraganda hargiz umidsizlanmay, Tomga o'xshash batur bo'lsak, cho'qim xushallikqa, baxtga erishalaymiz. Oq ko'ngil, durust niyatli yaxshi kishilar hamon yaxshi kun kechiradi. Bu gapimni esinglarda chin saqlanglarchimi? Kech bo'lib ketibdi, amis bugun baldur uxlanglar, ha? Tatliq tushlar sizlarga amra bo'lsin.